Assalomu alaykum hurmatli oyijonlari. Bugun biza bolalar haqidagi navbatdagi qiziqarli ma'lumotlarni bo'lishaman. Bu qanaqa mavzu? Bolani ich qotishi. Ma'lumcha har bitta oilada hech bo'lmasa bitta farzandingizda ich qotish bilan aniq muammo bo'ladi. Bu qaysi holatda tabiiy holat, qaysi holatda vrachga murojaat qilish kerak degan savol bilan men sizlarni boshqa o'ylantirmaydigan holatda tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi o'rinda agarda siz tarafdan qanaqadir xato funksionalni bo'lishi mumkin. Agarda bolada suv miqdori kunligi kam bo'ladigan bo'lsa, shirinlikni ko'p yeydigan bo'lsa yoki suv ovqatlarni o'rniga doim kech hazm bo'ladigan, qiyin hazm bo'ladigan ovqatlar, tez tayyor bo'ladigan ovqatlar yeydigan bo'lsa, unda bolada ich qotish jarayoni bo'lishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Hozirgi o'rinda yana tabiiy holatga bitta narsani qo'shishim mumkin. Asosan domda turadiganlarda bola ko'proq harakat qilmaydi, bola bog'chaga ham bormaydi, harakati yo'q, televizor ko'radi, telefon ko'radi. Harakat mana shu 75, 90, 100 kvadrat ichida bo'ladi kun davomida yursa ham. Shuni hisobiga organizmga harakat kerakda, ichaklariga ham harakat kerak hisoblanadi. Bolani ichak peristaltikalarni susayishi natijasida ham bu funksional holat. Bolani bironta bir joyga bering yoki to'garakka yoki boshqa narsaga, bog'chaga deb to'g'ri maslahat beraman bu payt. Qaysi holatlarda bu patologiya hisoblanadi? Agar bolani ichi tug'ilgandan kelmasa, bolani ichi bir haftada ham kelmasa, har kelganda og'riq bilan qattiq keladigan bo'lsa, hech qanaqa ich keltiradigan svechalar, shamlar, klizmalar yordam bermaydigan bo'lsa, unda bunday holatda birinchi o'rinda xirurg, agar xirurg men tarafdan hech nima yo'q deb aytadigan bo'lsa, unda vrach, pediatr, gastroenterologga murojaat qilishingizni so'raymiz. Agarda farzandingizda og'iz hidlanishi bilan birgalikda ich qotish keladigan bo'lsa, unda vrach, gastroenterolog, pediatrga murojaat qilishingizni so'rayman, chunki bu holatda aniq bolani o't qopi bilan muammo bor. Bunday holatda tavsiya qilgan bo'lardim o'zi tekshiruvi och qoringa va to'q qoringa. Och qoringa o'zi qilinganda o't qopi polностью suyuqlik bilan to'lganini ko'rishimiz mumkin. To'q qoringa ovqat yegandan keyin yarim soatdan keyin o'zi qilinganda o'sha o't qopidagi suyuqlik bu yoqda ham o'zgarmaydigan bo'lsa, unda o't qopida muammo ketyapti va shuni hisobiga ich ketishi yaxshi emas va og'izda hidlanish bo'layotganini darak beradi. O't suyuqligini ham yeyamiz juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun gijalarni ham, parazitlarni ham iskulchat qilgan ma'qul hisoblanadi. Birinchi o'rinda uy sharoitida o'zingizlar qila oladigan narsadan birinchi yordam berish. Agarda shunaqa muammo bo'lganda sabzi soki, o'rik soklarini berishni, suv miqdorini bolada ko'paytirishni, ovqatlanishda asosan normaga tushib olguncha ko'proq suyuq ovqatlar, yengil hazm bo'ladigan ovqatlarni berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Qolgan holatda aytgandek vrach, pediatr, gastroenterologga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Yana ham qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.